Assalomu alaykum o'rtoqlar hammaga. Marketplace o'zi nima degan savolga hozir sizlarga javob beraman. Marketplace'da kimlar ishlashi mumkin? Marketplace qanaqa sayt o'zi, qanaqa joy o'zi, nimalar sotiladi bu yerda, kimlar ishlaydi va bu yerda savollarga birma-bir javob beraman hammasiga. Marketplace qanday ishlaydi? Sotuvchilar tovarlarni joylashtirishadi va bu yerda sotishadi va tovarni analiz qilgan holatda o'z narxlarini qo'yib bu yerda sotishadi. Klientlar esa bu yerda ya'ni tovarlarni zakaz qilishadi va buyurtma qilishadi va o'z xohlagan punktlarida, ya'ni yaqin atrofda bo'lgan punktlarga zakaz qilgan holatda va tovarni yetkazib olib kelish sharti bilan va bu yerda shartnoma qilishadi va tovarlarni qabul qilishadi. Bu yerda platforma va to'lov va yetkazib berishni ta'minlaydi. Sotuvchilar esa tovarni yuborishadi, ya'ni klientga. Marketplace afzalliklari: bu yerda esa tayyor auditoriya bor, reklama xizmatlari mavjud, logistika xizmatlari mavjud va to'lov va uzun massiyadan savdo qilish juda ham osonlashib ketgan. Va bu platformada kamchiliklar nimadan iborat desangiz, bu yerda raqobat kuchli, bu yerda komissioner bor va qoidalar qat'iy bo'ladi. Va buyurtmalar soni 130 mingtaga yetgan va bu rekord natijani qayd etadi. Yillik buyurtma va yetkazib berishlar 19 milliontadan oshadi. Hozirgi paytda Marketplace foydalanuvchilar 16 milliontadan yuqori va har oy davomida foydalanishadi bundan. Va tovar topshirish punktlari turistlardan yuqori shahar va qishloqlarda mavjud hozirgi paytda. Va hozirgi kunda xodimlar esa 11 mingtadan yuqori xodimlar Marketplace'da ish yuritishadi. O'rtoqlar, bu video foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni like bosib va obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinda bu marketni boshlamoqchi bo'lgan do'stlaringiz bo'lsa, bu videoni ularga yuborib qo'ying.